Makkadagi eng katta narsa, eng ko'zga ko'ringan narsa biz bilgan Ka'batulloh. Shu Ka'batulloh haqida hozir gapirsak. O'zi asli Makka oldinda ma'lum bo'lgan ikkita tog'da orasida bo'lgan Ka'batulloh. Bu tog'da bu tomonda payg'ambarimiz bo'lgan joy tomonda Abu Qubays tog'i, orqa tomonda Qayqo'an tog'i bo'lgan. Ikkita tog'da orasida bo'lgan bu joy. Endi Ka'batullohni kim birinchi qurgan degan masalada olimlar ixtilof qiladi. Kim birinchi qurgan? Ba'zilar aytadi birinchi Ibrohim alayhisalom qurgan. Ba'zilar yo'q, undan oldin ko'p dalillarimiz bor. Birinchi Odam alayhisalom qurgan. Ba'zilar yo'q, maloikalar qurgan. Muhimi, bizga muhimi buni aniq bo'lganligi Ibrohim alayhisalom qurganligi aniq. Undan bu yo'q aniq. Bizga undan oldin isloq. Undan oldin. Kim birinchi qurgan? Endi to'g'rirog'i, lekin yoki ko'proq olimlar aytganligi maloikalar qurgan. Odam alayhisalom shu jannatda jinoyat qilib qo'ygandan keyin, tushgandan keyin gunoh bo'ladi. Endi gunoh kechirishing uchun maloikalar unga shu Ka'batullohni qurib beradi. Birinchi qurilishi. Qurib berib, shu yerda Qur'onda aytgandek inna awwala baytin wudi'a lin-nas alladhi Bakkata mubarakan. Yer yuzidagi insonlar uchun qurilgan eng birinchi bayt, namoz o'qiydigan joy, oddiy ibodat qiladigan joy shu Makka. Ka'batulloh. Birinchi uy Ka'batulloh. Keyin shu yerda atrofda aylanib gunohini nima qiladi? Gunohni ketkazadi. Shu paytda aylanayotganda ey Robbim, men jannatdagi narsalar sog'inib qoldim deydi. Deganda jannatdan maloikalar nima tushib beradi? Hajar asvad. Hajar asvad oq tosh bo'lgan o'zi asli hadisda kelganda. U tosh boshida oq bo'lgan, shuni olib berishadi. Shu bilan jannatdagi narsa bilan o'ziga bir o'y solib, xotirjam bo'lib, jannatdagi narsani ko'rib yuradi-da, chunki jannatga o'rganib qo'ygan. Keyin ular atrofida yuradi. Chunki odam alayhisalomdan keyin Havvo onamiz qayerda qabr qilganini aytdik. Jidda shahrida qabr. Havvo onamiz qabri Jiddada. Nimaniki bo'lsa, Odam alayhisalom keyin tomonga tushganda qabri ham o'sha tomonda edi. Ya'ni aniq bilinmasa kerak, endi desa keyin tomonlarda deb aytiladi. Degan bu birinchi qurilishi. Yoki Odam alayhisalom yoki maloikalar qurgan. Bu bergandan keyin orada Nuh alayhisalom aytib keladi. Nuh alayhisalom to'fon bo'ladi. Hammamiz bilamiz, to'fon. To'fon bo'lganda hamma o'lib ketadi. Xuddi shunday Makkani o'rni ham yo'lib ketadi. Lekin o'rni qoladi, yo'lib ketadi. Keyin undan keyin Ibrohim alayhisalomga Alloh taolo buyurdiki, shu mana qo'ying dedi. Dunyoni qo'ying. Shunda Ibrohim alayhisalom o'g'li Ismoil alayhisalom bilan yetalab borib Ka'bani qurishni boshladi. Alloh taolo bilganligi uchun. Qur'onda kelgandek va ihyarfa'u Ibrohim qawa'id al-bayt. Ibrohim alayhisalom bilan va Ismoil alayhisalom bizga qanday ifoda qanday qo'ygan? Biz otamiz, payg'ambarlarning otasi Ibrohim alayhisalom kelganda bular Alloh taoloning xalili, Alloh taoloning do'sti bo'lgan payg'ambarlar eng kattasi, ulul azm bo'lgan payg'ambarlardan ko'z qilishar ekan, duo qilishar. Robbana taqabbal minna. Ey Allohim, shu amalimizni o'zing qabul qilgin. Innaka antas samiul alim. O'zing eshituvchi bo'lgan zotsan. Allohim meni zurriyatlarimdan shu yerda Robbana vaj'alna muslimin ilayk. Meni zurriyatlarimdan va meni zurriyatlarimdan ummatan muslimatan. Meni ummatimdan musulmon zurriyatlardan chiqargin deb duo qilib Ka'bani ko'tarishadi. Ko'tarishganda biz bilganimizga bir bo'lsa o'ydi. Ibrohim alayhisalom Ismoil alayhisalomning orqasiga hijr qildi. Hozirgi paytda hijr turibdi, Ka'bani atrofida o'rab qo'yishgan. Oldin bir tomoni to'rt burchak, bir tomoni o'rab qo'ygan. Shunda avvalgi shaklda bo'lgan bu tomoni to'rt burchak bo'lgan. Bir tomon rukn yamoniy, Hajar al-Asvad, bu yog'ida o'rab qo'ygan. Ashikasi Ismoil alayhisalomning hijri bo'lgan. Ular qurisharkan, bo'lgandan keyin bu yetmay qolgan paytda bir toshni qo'yib, ustiga chiqib Ibrohim alayhisalom toshni otadi. Shu oyog'i chiqqan joylar maqom Ibrohim. Biz bilgan maqom Ibrohim shu oyog'i chiqqan joylar. Shu binoni ko'targanda tevasida